Can do'stim sen tanamdagi qonimdasan. Og'ir kunlar bo'lsa yolg'iz qo'ymay meni har dam yonimdasan. Tug'ilgan kunimda o'sha eng yaqin o'rtog'im bor. Yoshlikdan katta bo'lganmiz. Hali bir-birimizni doim qo'llab-quvvatlab kelganmiz. O'sha tug'ilgan kun nishonlab o'tirsak, endi qimmat mashinani simbolik podarkaga berish endi hozirgi zamonda do'st-sugur endi undan ham qadrdonlarning qo'lidan kelmaydigan ishda. Taxminan 350 ming dollar turadi mashina. O'shanaqa. Do'stingizning ismlari nima? Sodiqjon. Sodiq aka. Assalomu alaykum. Kel o'tir. Gelik podarkaga odam qani deb. Rost odamlar so'rayapti. Kim u gelik sovg'a qilgani? Ko'raylik. Ben o'zim aytib bermaslik tashqarida sekin. Seriyasini. Yaxshi kunlarni endi. Birga do'stlar. Odil Ahmedov do'sti gelik beribdi deb o'sha gelik turibdimi? Yo'q, gelik sotib olganman. Endi u gelik shu o'zim pulimga kelgan gelik bo'lib chiqqan oxiri. Uni sotib olganman. Endi u joyda haligi deb o'ylaganman. Rostdan sovg'a deb o'ylaganman. Undan keyin bilsak bu o'zimning pulimga kelgan. Endi hammasi chiqib keldi-da endi. Haligi aytyapman, ishonch shunchalik kuchli bo'lganda hech qachon tekshirmaganman odamlarni. Keyin o'sha haligi hamma narsa chiqib kelgandan keyin u gelik ham o'zimning pulimga kelgan ekan. Men ham sovg'a deb o'ylaganman boshida. Lekin bunaqa odamlarni borligi qanaqadir menga yaxshilikka o'ynadi. Chunki birinchidan ko'zimni ochdi. Ikkinchidan o'shalar qilgan ishni ortig'i bilan o'zim qilayotganman, o'zim kirganman, o'zim shu boshqa sohalarni o'rgandim. Uchinchidan baribir haligi o'g'irlik bo'lgan joyda haligi baraka yo'q bo'lar ekanda. O'sha baraka qanaqadir yo'q bo'lib qolgandek bo'ldi o'shanda. Hozir Xudoga shukr, hammasi joyida. Do'st, bilasizmi, hayotda do'st ota va ona ekan. Boshqasi mana hayotiy davomida ko'rib kelasiz, hech qachon xiyonat qilmaydigan, sizni muvaffaqiyatingizga chin dildan xursand bo'ladigan, yo muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz chin dildan xafa bo'ladigan bu ota-ona. Boshqasi hammasi qanaqadir manfaat yo'liga haligi qurilgan do'stlik.